o'rtoqlar, piramidalarni qurilish haqida yana bitta fikr, yana bitta demak teoriya. Xullas, Xitoy kinosi bor. Bitta kinoda shunaqa mavzu ko'rsatilganki, bitta yigit bitta holatga tushib qoladi. Holatga yoki qanaqadir zamonga tushib qoladi-da, yerda insonlarning kuchi 100 martaga degradatsiya bo'ladi. Bu nima degani? Ya'ni 1 kilolik yuk, mana hozir siz 1 kiloni ko'taryapsiz. Sizning kuchingiz 100 marta degradatsiya bo'lgandan keyin u 1 kilolik narsa sizga 100 kilodaqa tuyuladi. Ya'ni shu darajada inson kuchini, o'zini qobiliyatini, fiziki kuchini yo'qotadi. Men o'ylayapmanki, demak, orada piramidalar qurilgandan keyin o'sha zamonlarda insonlarda kuch shu darajada kuchli bo'lganki, o'sha yerdagi toshlarda 4-5 kishi yoki yana boring 100 kishi ko'tarishligi oddiy narsa bo'lgan. 50 talab, 100 talab ko'tarishligi oddiy narsa bo'lgan, lekin hozirgi kunda, hozirgi fizik holatga bu narsa, aytaylik 1000 ta odam ham ko'tarish imkonsiz degan teoriyalar bor-ku, juda ham og'ir, tonnalab toshlar bor. Demak, agar hozirgi kunda insonni kuchi yana aytaylik vaqt o'tishi bilan yana 10 martaga, 100 martaga insonni fiziki kuchi degradatsiya bo'ladigan bo'lsa, ya'ni tushadigan bo'lsa, pasayadigan bo'lsa, hozir biz ko'tarayotgan 10 kilo yukimizni kelajakda aytaylik 100 yil, 200 yildan keyin kelajakdagi insonlar bu narsani o'zlariga 100 kilodaqa qabul qiladi. Endi savol tug'iladi, xo'sh, bu narsa nima uchun kerak bo'lishi mumkin? Insonning kuchini tushishligi. Mani fikrim, mani o'ylashimcha, bu texnologiyalarning rivojlanishligi uchun birinchi qadam bo'ladi. Ya'ni insonlarning o'sha fizik kuchlari tushgandan keyin insonlar o'sha aqllarini ko'proq ishlatishni boshlaydi va maksimal darajada shu og'ir yuklarni, texnikalarni o'zlarining qo'li bilan emas, ya'ni aqllari bilan, boshqa bir texnologiyalar bilan, boshqa bir demak fizik qonunlarga suyangan holda mana shu narsalarni ishlatishgan degan fikr kelyapti. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Fikrlaringni yozib qoldiringlar. Balkim bu narsani qanaqadir bir asoslari bordir. Endi piramidalar haqida ko'proq o'rganganlar, o'qiganlar bo'lsa, fikringlarni yozinglar. Menga juda ham qiziq.